Bir ayol doimo qo'llari duoda, tili zikrda ekan. Yaratgandan birgina iltimos bilan ibodatlarida doim duo qilar ekan: "Ya Robbim, qalbimga xotirjamlik ber, halovat egasi qil mani" deb. Lekin o'zi esa har kuni rostini aytdim-ku deb kimnidir qalbini achchiq gapi bilan og'ritib qo'yayotgani sezmas ekan. Yana kimnidir men haqliman deb kechirmas ekan. Doim nimaga unda bor, menda yo'q deb o'zgalarning hayoti bilan o'zini solishtirib nolishni qo'ymas ekan. Xullas, bir so'z bilan aytganda kimnidir qoralar, kimnidir kamsitar, kimnidir kechirmas ekan. Bir kuni u olim bir kishining huzuriga borib so'rabdi: "Taqsir, nega duolarim qabul bo'lmayapti, qalbimda sakinat yo'q" deb savol beribdi. Olim sokin ovozda javob beribdi: "Sen xotirjamlikni Allohdan so'rayapsan, lekin o'zing uni o'zingdan yiroqlashtiryapsan.